Assalomu alaykum. Farozlar, kabutar ishqibozlari yaxshisizlar. Andijon viloyati Qo'llanbek kabutar bozoridamiz, Sharqonda. Yana Pokiston va oqlar bor ekan, qorana. Bu modami? Narmi? Nar ekan. Hammasi nar bular. Hammasi nar ekan bular. Ko'zlari ham chiroyli ekan, jiyaylari esa samiqli ekanlar. Tomonlarga o'tamiz. Yerda mana vakillar ham bor, oqlar ham bor. Hammasidan bor. Savdosi bo'lyapti. Bular nesi bo'ldi aka vakillar? Ketib oldilar. Sizlar. Sizdan olibsizlar? Qanaqa ekan bu? Mana sizlar. Oğlan yaptı ya. Evet o bu sizler sizdenmi? Sizden mi olar? Sizden mi? Neş bulacağım bular? Ha, udduları 100 bin so'm. Sochları 50 bin so'mda. Uçuryapsın to'g'ri bularni. Uçuryapsın uçurgan yo'q, valerda. Olib sotaman deyapti. Qaysilar sizlar? Hammasidan ham bular? Tashkilni olib kelib sotamiz deyapti. Mana ko'ringlar do'stlar, kameraga qarashib qo'yibdi. Bularda mana Paulinlar, Dumuqoralar, Pokistonlar ham bor ekan. Mana tasma so'raganlarga. Bu narmodanmi bu tasma? Bahram kelyapti. Narmodan bu. Ikki oyamlar, bu ham tashkil. Mavzusi nima? Paket berildi. Nechbir bular o'todor? Nechbir bular o'sha? Ononisi 150 ming. Takla. Ononisi aka sochlidi, bunisi 50 ming. 50 ming. Tashkentskiy. Bular ham sizdan-a? Yo'q, bular mana Kamoliddin. Nomer ayting, to'g'ri, telefon nomeri qiziqqanlarga. Nechilik? 97lik. 97lik. 583 583 1961 telefon qurasiz mana sizni so'raganlarga chiroyli ekan mana. Barakalla. Bular ham ancha chiroyli ekan. Favle so'raganlarga, takla so'raganlarga. Ya Kamoldan olib o'tamiz. Kamoldaga qormen. Akayam jiyalari qizil ekan, lekin o'z chiroyli ekan. Chiqar mana akayam. Palasali jo'ri hakka emas, chiroyli hakka ekan. Kamoldaga mana nar nech bo'lmadi palasali jo'ri hakka. 100 ming so'm arzon. Chiroyli ekan mashinalar ham 100 ming so'm. Qo'chi qora modammi qo'shdi? Na, nech bo'ladi? Ham 100 ming so'm ekan. Panjasida ozgina bor ekan. Bota chiqadi. Sochlar. Bilasizlar aka? Hammasi mening. Qizil hakka, oqlar. Pavlin nech bo'lyapti? Pavlin 120. 120 ming so'm ekan. Bu dudushmi? Dudush 500. Dudush nima 500 ga qimmat bo'lib ketdi dudushda. Yosh katta bo'lsa-dan ham katta bo'ladimi? Jup, narmon. Kamollarga nomer aytamizmi? Nomer sotilib ketadi ukajon, aytganimdan foydasi. 30 ga berasizmi uni? Yo'q, 50 ga ham bo'lmaydi. Juvon abi. Bizdan 10 ming, 15 ming so'raysiz. 100 ming olgan narsalarni. Hozir qimmat ekan. Men berayman. Kamollarga, Kamollarga seshamni olamiz bozorda. 50 ga berib yuboraman. Jonga chiqadi payshanba, yakshanba kunlari. Kamollarga o'tamiz. Bular oqlar juppa ya, narmi ekan u ya? Jup, oqlar jup. Bu narmodan bunisi?
Nari, bunisi moda. Nech pul ekan bular? 300 ming so'm ekan. Bola ochyaptimi bular? Bola ochyaptimi, chiryapsizmi bularni? Bo'lmayapti, vali. Chiriya yo'q, vali ekan. Yerlarchi o'qagan. Tirik tug'ad unda bo'lmaydi, u ko'payib ketib qoladi, faqat kunda tug'ib turibdi. Bular sizlar bular. Qani qo'ygan kaptasida ko'p bo'lardi-yu. Nechta olib keldingiz? 50 tadan nechta qolibdi? Yaxshi sotibsiz. Bozor ham ancha yurib qolib shekilliga. 4 ta qolib. Bozor ham ancha yurib qolib shekilliga, nech yurib qoldi bular? Oddiylari. 80 40 30 80 ming ekan mana shu. Qolotoq. Qora xatga, qizil xatga. Kim nima desa, yuradi o'zining kitobini o'qitaveradi hamma. O, mana qora xatga ham chiroyli ekan, qizil xatga chiroyli ekan. Yo'q, o'sha sizdan bular? Sizdan bular? Qizil xatga. Deyapti, so'rasa. 200 ming so'm deyapti ekan. Pallari ham toza ekan, jiyaylari ham yaxshi ekan. Bolasi bo'ladi, juvon ekan. Qora xatgalar nech bo'l? Qora hakkalar. Qora hakkalarda 200 ming kam bor deyapti. 200 ming so'm kami bor. Qizil hakkani 200 ming kam bor deyapti. Moda. Ha, moda bittasini sotdi 150 mingga. Bittasi qoldi. Ularda 80 ming berishdi, 60 ming berishdi, sotmay turibdi. Lekin chiroyli ekan-chi. Panjida bor ekan-a? Panjasida bor ekan-a bularni. Lekin o'ta go'zallar. Qizil hakkani ham olsalar. O'tga turganda ko'rasiz bu gapni. Bu tarmog'i yotib qolyapti. Bu hakkalardan ham qizil hakkadan uyda sotiladi ulardan. Uchirgan yo'q, uchirmaysiz. Uchirmayotgan. Uyda ham bor ekan deyapti, lekin moda chiroyli ekan, jiyalari ham toza ekan. Tumshuqlari ham kalta, bola olsalar bo'laveradi. Telefon nomeri nechta bor? Telefon nomeri bormi? Yo'q, telefon nomeri Qo'shtepada yashaymiz ekan. O'sha Qo'shtepada deyapti, telefon nomeri ishladi nima deyapti. Kim bo'lsa Bahrom aka degan odam akamizda. akalar 4 ta chiqyapti. Mashindan, lekin pallari ham chiroyli ekan. Katta bittasi qo'shdi. Ular ham sotiladi. Ular ham sotiladi ekan. Pokiston vakillar bor ekan bu yerda. Bu kimdan bu? Oklar, pochtalar, aralash bimoda. Sizdan emasmi aka bular? Sizdanmi bu? Bu haligi bozorda ko'rganmizmi yo boshqa ham bu? Modash. Nech pul bu bo'ladi ekan bular? Sotildimi? Nech pul? 100 dollarga ekan. Dollar. Mana partiyalar. O'zi ham chiqyapti, o'zi ham chiqyapti. Fonni olyapman, fonni chiqib ketyapti. 100 dollarga qaysi sotdi? Ikkovini sotib oldim 100 dollarga. Nardi o'zini sotdi. 100 dollarga modani. Modani o'zi 100 dollarga mana sotib, naran gap yo'q ekan. Ben telefon nomeri aytaymi, nariga qiziqqanlarga azamaga. Nomer aytamizmi? Yo, narda ham shetda sotib oramizmi? Narda beraveramiz, egasi bormi? Egasi bor ekan narda. Modani zo'laga sotiribdi. Narda beraveramiz deyapti, egalari bor deyapti. Yerda mana soch bor ekan, oq bosh bor ekan. Oqlar. Bular nech puldan bular? Qaysilar? Oqlar. Bular oqlar jupi bor. Jupi 800 ming so'm nashibcha. 800 ming so'm mana shu oqlar jupaga 800 ming so'm. 400 ming so'm moda. 400 ming so'mga oq moda bor ekan mana. Kampar. Bular bittasi yupsar, bittasi soch, malago'y modalar. Bu nech bu oqbosh? Bu oqbosh moda 400 ming so'mga beramiz. 400 ming so'm ekan bu.
Juvon ekan-a? ishlamagan. Juvon ekan-a? Juvonadan chiqdi, ha. Juvonadan chiqqan ekan. 2 oy ichida o'sha tuxum qo'yaverar ekan-a? Ha, qiziqqanlarga. Bu ham juvonadan chiqqan, moda ishlamagan. Ko'z olib qopti ular. To'ng'iz qo'yish kerak ekan. Bu gursasi kelajagiga bu. Nech pul dedingiz uni? 400 ming. 400 ming. Telefon nomeri-chi? 93 981 0222. Telefon qurilmasdan oqlaya qiziqqanlarga. Oq boshga qiziqqanlarga. Moda chiroyli moda ekan, ash moda ham. Bu sizdan ham bular. Bular nech pul jupa ular? 100 mingdan. Jupa 100 ming so'mdan bechibi oqlar, vallabosh, qizil hakkalar. Zibonlarimiz nech pul qoldi zibonlarimiz? Ha, bitta kletkasiga 2000 so'm berishgan. Bitta mana boshdan oxirigacha-mi? Ha. Boshdan oxirigacha 2000 so'm deyapti mana zibon. Juda arzon. 2000 so'm mana o'zi ham pul bilan ko'rsatib qo'yadi. Mana shu sog' bo'ling. Qizil hakkalar. Bular nech puldan qizil hakkalar? Voy, jo'yam narami o'raki o'yam? Pochta bilan-da, bo'ldi. Bu Dudushdan chiqmaganmi bu? Yo'q. Serpa. Serpa. Narlar nech pul qo'shdilar? 200 ming, 300 ming, 500 ming so'm. Bu-chi bu jo'r? 100 ming so'm. Telefon nomeri bormi yo ishlatgan? Telefon nomeri yo'q, ishlatgan yo'q deyapti. Qanchalar? Mana oqlar, juvonalar, sochlar, qoralar. Ular qanaqa bo'ldi ekan? Bu palolar nech pul bular? Jupa 100 ming so'm ekan. Qanaqa paloda bular? Bu ham bakinga kiradimi? Chachishgan bular. Chachishgan. Nargis chachishgan ekan. Bunisi ne soat tushyapti bular? Hozirgi vaqtda bir 2 soat yuradi. 2 soat yuradi. To telefon nomeri aytamizmi? Qiziqqanlarga hozir kelaman. egasi bor, egalari bor. Egalari bor ekan ular. Mana mol bozorlarimiz. Mollar ham ketyapti. Sen hajja qoladimlar. Sizi hajja nasachibi. Sizdan to'g'ri. Nech pul ekan bu nasa hajja? Sizi hajja. 300 ming deyapsiz. 300 ming so'm qizil hajjachi. Siz aytgan ham. Bu ham 300 ming, bu ham 300 ming so'm, ha? Uchirilgan yo'q lekin. Uchirilgan yo'q ekan. Bu ham sizdan bularmi? Favlilar nech pul? 400 ming jupa. 400 ming so'm ekan jupa. Qopqon ham bor ekan, nech pul jupa? Donasi 35 ming. Donasi, mana shu donasi 35 ming so'mdan ekan to'g'ri. Oqlar jupmi bular ham? Oq ko'z, oq jiylar. Oq tumshuq. Nech pul bular? 300 dollar. Kami bor? Kami bor. Mana narni ham ko'ringlar. Shularni ham oq, ko'zlari ham, jiyalari sal ko'kintir ekan do'stlar. Moda oq ko'z, oq jiya, oq tumshuq. Bola ochyapti bular-a? Nech pulga bermaysiz bularni? Bozor qilishgandir. 2 millionga hozir savdo bo'ldi. 2 million so'mga bermabdi ekanmiz. Pastda mana qizil hakka, qora hakkalar bor. Qora hakka. Mana shu naram chiroylilar ekan, nech pul ekan bundan? 150 ming deb qora ekan. Nech pul? 150 ming. 150 ming so'm aytayapganlar. Nar, mana shu naram chiroyli. Uchiryapsizmi tog'a buni? Nech soat tushyapti mana shu? Men soat qarayman, lekin soat ekan bir soat uchadi. 2 soat bu uchadi. 1 soat eng kamida 1 soat uchadi deyapti. O'yinlari qanaqa buni? O'yinlari. O'yinda yo'q qora ekan, o'ynamaydi. O'yinlar yo'q. Telefon nomeri necha? 88lik 994 994 0010. 0010 ekan. Bu ham sizdan-a? Boshlamamiz. Keldimmi Oqlar. Oqlar jupmi to'g'ri, narmi ko'yam? Yo'q, bo'lmadi, mana. Bular nech pul ekan narli? Bularni 4 million deyapti. 4 million. Sizlarchi? Sizlar 1 million deyapti. Sizlar 1 million so'm ekanlik. Narlar ham chiroyli ekan, mana moda ham chiroyli ekan. Bunga ham sizga aloqaga chiqaversin-a? Ha, bo'ladi. Hozirgi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bu akamiz Shereginiki. Sherigini o'zi yo'q ekan.
shu nomerga aloqaga chiqarasizlar nomerlarga. Qora hakka ham chiqoli ekan, belinga arzon, sizga hakka ham lekin chiqoli ekan. Ya'lar nomi qolmadi. Shu bozorda ozgina syomka bo'lib ham kech qoldi. Yalar yo'q. Da qora hakkada mana qasira qasir kaptarlar sotyapti aka. Charchamayapsizmi aka? Oqlar tozalarni olib kelib qo'ysiz-ku. Yaponlar nech bo'lib ekanmi yapinchaga? Mana qorasi 150 ming, bular 100 mingdan. Chaqiraman deyapti, bu yotib olgan holatda. Bu Xoriskiy nech pul bu? 200 ming, avval 200 ming so'm. Qolganlarichi bular? Qolgani har xil. Qolgani har xil. Tanlab olishi. Ovotu ket sotildimi? Nech pul bo'ldi? 35 ming. 35 ming arzon. Yaxshi. Turgan bo'lib, bular nech pul oqlar? 500 ming, 600 ming. Bu nasachi nech pul bu? 600 ming. 600 ming arzon bola beryaptimi yo'qsa? Ha, bola beradi. Bola beryapti-ku. Modasi 550 mingga sotildi. Qaysi bu ma'lumotami? O Pamasoy. Ma'lumotda tumshoqdacha qolgacha bor ekan. Moda sotilibdi ekan, naram lekin ancha yirik ekan. Albatta ham chiroyli ekan, ko'ringlar. Ma'lum moda dedingizmi, neredasiz buni? Nech pul bundan? 500 ming. 500 ming, 600 ming so'm-a? Yo'ldoshga telefon nomeri aytasizmi? Yo'q. Aytvoraymi? Yo'q, Biz 1 million, 2 million 100 dollar demayapmiz. Sizga sotilib qolsa bo'ldi, ozgina foydasi berdi. Mana ozgina foydasini berdi, sotilsa bo'ldi deyapti. Lekin boshqalarda bo'lsa hozir 200 dollar, 500 dollar deb og'zimiz bir chekkasini aytib qo'yadi. Kommentariyada yozasizlar. Bu shakam arzon aytadi, lekin naram chiroyli nar ekan. Narsa chuqi ham yaxshi ekan, bolasilar zo'r bo'ladi ekan. Bu shakam hali sog' bo'ling. Oqlar. Betda ana quyonlar, g'o'zalar bor. Qanaqa bu? Chujoymi bu? Nech pul ekan chujoylar? 90 ming. 90 ming so'm ekan. Nar ekan bu. Egalari ko'ryapti turgan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomeri aytdingizmi aka? Telefon nomer? Ana qora hakka bo'ladi. Bosi bo'lyapti. Qora hakka bu narmi bu? Nech pul ekanda? 70 ming so'm. Beringmi? Yo'q, jon aka. Bitta so'rashingizda yo'q. Bitta so'rashingizda oling deyman aka, to'g'ri kelsa. 50 ming berarlar yana, berasanmi? Savdosi bo'lyapti. Baqaring, gapimni olingchi. Keling, 50 ming yana berarlar. Tanishgansiz deb bo'ling. Akam bilan anjanisi ko'rib turaman. Yaxshi anjanisilar bor. Aka 300 ming bering, oling aka. O'zimizdan ham bir tomondan. Bering 250 ming so'm aka. 250 ming so'm bering deyapti mana bunga mana. Juvon oyoq qizlar juvona oqarib ketadi. Bular nech bu bular? 250 ming xo'pdi bering, begona basagansiz deyapman. Ma'lum bo'lsa ham bo'ladi belki. Bularga Savdosi bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti buni. Qizil juvonani. Yaxshi gap. 200 ming so'm pul berdi Sherali aka, mana juvonaga. Bu mololar nima bo'lar? Astrakollarda. Nima dedingiz? Nomicha boshqacha ekan. Drakon. Drakon, ha, drakon. Ular nech pul drakonlar? 500 ming. 500 ming so'm. Ma'lum modamalo? Bu modan unari. Ikkovi jup. Nech pul bu juplar? 1 million deyapsizmi? Moda 1 million so'm. 500 kam bor deyapsiz. Nomer aytamizmi qiziqqanlarga? 99lik. 99lik. 91lik. 91lik. 650 50 99. 50 99 ekan mana ko'ringlar. Oqlarga qiziqqanlarga. Bu narxi 95.
Ma'lum mana qora hakka. O'sha juvonalar bor ekan. Bir korobkada ham mumkin. Olandami bular yo sotilyaptimi? Modasi hakkani modasi. Modasini o'zini ayting. 60 ming bering. Qaysinga 60 ming bo'ldi? Uni modasiga hakkan. Mana bu modga 60 ming bo'lyaptimi? Narx aytyapti hali. Aytyapmiz, hali narx aytyapti, hali pul qilgan. Ha. Kecha tushdi tomga tushib qoluvchilar ekan. Ha, tushdi ekan 60 ming so'm narx aytilyapti, hali savdosi endi boshlanyapti. Bu narx necha pul bular? Bular necha pul? 120 ming deyapmiz aka. Ikkovini 120 ming kami bor. Qanaqa yurib qo'ygan? Menga mashina keldi aka deb men tushdi deb. Turgani zo'r. Ha tushdi, senga aytavering 60 ming nimasidan aka? Aka endi. Bozorga qarab aytyapman. Endi mana ozgina bor ekan. Bozorlarda bozorlar tugadi do'stlar. Sizlar bilan Seshan bozorda bo'ldik, Xo'jali bozorda. Yo'qsa like bozorda, kommentariyalarda ham fikrlaringizni qoldirasizlar do'stlar. Rahmat.